Ruday ko'chasidan Qizildomdan 3-qavatdan 68 kvadratli 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan. Hozir qisqacha obzorni qilamiz. Bizlar prixoja turibmiz. Prixoja mebel qilganlar. Bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, chetlari yevromontaj qilingan. Mana shunaqa chiroyli prixoja bo'lyapti. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Birinchi xonamiz mana bu yerda bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Juda ham chiroyli remont qilingan, did bilan gilamlar to'shalgan, pardalar qilingan. Kvartiramiz balkoni ham bor, dvokonturni kazal o'rnatilgan, chopib pol qilingan. Bu yer esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonada ham hamma kerakli mebel jihozlari bor va balkonga chiqish uchun joy. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ikki tomondan eshik qo'yganlar, juda ham qulay bo'lgan. Yana mana bu yerdan koridorga chiqish yo'li qilingan va mana bu yerda отдельно kattalar yotoqxonasi bo'lyapti do'stlar. Kattalar yotoqxonasida ham ko'rishlaringizdek hamma kerakli mebel jihozlari bor. Domimiz 9 qavatli bo'lyapti. 3-qavatda joylashgan kvartiramiz. Bu yer sanuzul bo'lyapti. Kadastr bor. Bir kunning ichida forma olishingiz mumkin. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda bizda bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.